Assalomu alaykum hammaga. Men bugun yana oddiygina kelinni oddiygina vlogini boshladim. Qani ketdik. Bugun ko'chani supurishdan video olishni boshladim. To'g'risi anchadan beri yo'qolib qoldim, chunki juda ham qattiq shamollab qoldim. Shunga olgan videolarimni ham hatto montaj qila olmay qoldim. Shunday qilib ko'chani supurishni boshladim. Ko'chamiz juda ham xazon bo'lib ketaveradi, chunki daraxtlarimiz ko'p. Kun ora lekin ovsinim bilan almashib har doim supurib turamiz. Voy, chang yetmay supuring deydiganlarga asuv sepdim-ku, changdan o'zlariz qochinglar desam, shunday qilib ko'chani yaxshilab chiroyli qilib supurdim. Keyin orqa darvozamizni tagini ham supurib oldim va shunday qilib keyin qizim bilan oshxonaga yo'l oldik, chunki oshxonaning dasturxoni sarg'ayibgina turgan ekan. Momam aytganlarga o'xshab oshxonaning dasturxoni sarg'aytirmasdan yig'ishtirishni boshladim. Men dasturxonni yig'ishtirishni boshlagan vaqtim qizimni nimadir yegisi yo ichkisi kelib qoladi. Doim shunaqa bo'ladi. Keyin kuxnyani oldiga kelishim bilan soyamday yugurib keladi-yu, men idishlarni joylashtiraverman. Qizim esa kuxnyadan idishlarni olib boshqa joylarga qo'yib kelaveradi. Chunki onasini bekorchi deb o'ylaydi va zerikkanidan qilyapti deb o'ylaydi shu ishlarni. Shunday qilib sizlarga ham salom deb qo'ydi qizalog'im va men idishlarni yuvishni boshladim. Idishlarni jangbobo usulida yuvishni boshladim. Choynakni og'zini esa jumon usulida qo'ydim. Shunday qilib idishlarni yuvib oldim, ko'pirtirib. To'g'risi, biz Green Life'ni kaplyasini ishlatamiz, chunki bunda bitta ham ximikat yo'q deb eshitganmiz. Oyijonim har doim bizni ximikatlardan uzoq tutishga harakat qiladilar, ayniqsa nevaralarini. Shuning uchun har doim biz tabiiy narsalarni ishlatishga, tabiiy narsalarni yeyishga harakat qilamiz. Bu menimcha oyijonni eng yoqtirgan sistemalarimdan biri deb o'ylayman. Doim shunaqalar. Shunday qilib idishlarni yaxshilab chayqab oldim. Oshxonani yuzidan tur tartatgan qilib yig'ishtirib oldim desam to'g'riroq bo'ladi. Oshxonani video olayotganimda qarasam chaqalog'im yig'layotgan ekan. Keyin uni oldiga qarab yugurib ketdim. Chaqalog'imga yaxshilab qaradim. Keyin esa mayli kech bo'lishiga qaramay bugungi ishni ertaga qo'yma degan ekan mashoyiqlar dedim-da, kir yuvishni boshladim. Chunki kirlarimni yuvib qo'ymasam bolalarim kuniga 85 marta kiyim almashtiradi. Sizlarda ham shunaqami? Shunday qilib kech bo'lishiga qaramay, sovuq bo'lishiga qaramay kirlarimni yuvib, vlogimni ham tugatdim. Hammaga rahmat.